Aqlli quyon. Qadim zamonda o'rmonda bir quyon yashar ekan. U juda aqlli va har doim har qanday vaziyatdan chiqish yo'lini o'ylab topar ekan. Bir kuni quyoncha ovchi tomonidan tuzoqqa tushib qolibdi. Ovchi quyonni tuzoqdan chiqa olmaydi deb o'ylabdi. Lekin quyon aqlli ekan va chiqish yo'lini o'ylab topibdi. Quyon katta teshik ochguncha tuzoq atrofidagi novdalar va barglarni kemirishni boshladi. Keyin u panjalari bilan yerga urib, tuzoq atrofida sakray boshladi. Ko'p o'tmay ovchi quyonni tutganligini tekshirish uchun tuzoqqa keldi. Ammo quyon bunga tayyor ekan. U sakrab tushibdi va ovchini yuziga tuproq barglarini tashlabdi. Va ovchi hech narsani ko'rmay qolibdi. Quyon tezda tuzoqdan chiqib o'rmonga yuguribdi. Ovchi quyonning shunchalik aqlli ekanligini o'ylab juda hayron bo'lib jahli chiqibdi. O'shandan beri ovchi quyonlarni juda ayyor va aqlli ekanligini tushunib, ularni ushlashga urinmabdi va quyon o'rmonda yashashni davom ettiribdi. Har qachongidan ham aqlli va chaqqonroq ekan. U har doim har qanday to'siqlarni yengib o'tish va o'zini xavfdan himoya qilish yo'lini o'ylab topar ekan. Va bir kuni boshqa quyonlar muammoga duch kelganda ular unga yordam so'rab murojaat qilishibdi va aqlli quyon hammasini qutqarish yo'lini o'ylab topdi. Shunday qilib quyon o'rmonda qahramonga aylanibdi va barcha hayvonlar tomonidan hurmatga sazovor bo'libdi.